Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Demak, sizlar bilan navbatdagi masalaning yechimini ko'rib chiqamiz. 253-masala. Azotga nisbatan zichligi 1/1 bo'lgan, 1/1 bo'lgan azot, ikki oksid va kisloroddan iborat 33,6 litr aralashma katalizator ishtirokida reaksiyaga kirishdi va karbonangidga nisbatan zichligi 0,875 bo'lgan aralashma hosil bo'ldi. Shu aralashmada azot to'roksining hajmi ulushini foizda toping degan. Demak, bizda hajm berilgan. Hajmdan foydalanib modda miqdorini topib olamiz. Demak, N teng 33,6 litrni molar hajm 22,4 litr taqsim molga bo'lsak, litrlar qisqarib ketadi, 1,5 mol kelib chiqadi. Demak, bizda M o'rtacha 2 ta M o'rtacha kelib chiqadi, chunki zichligimiz 2 ta. Nisbatan zichlik gazlarga nisbatan zichlik berilgan 2 marotaba. Demak, M o'rtacha birimiz 11,1 da 28 ga ko'paytirsak 30,8 gram taqsim mol chiqdi. Mana shu M o'rtachadan foydalanib diagonalga qo'yamiz. Demak, bizda azot, ikki oksid bor, kislorod bor. Azot ikki oksid massasi 30, kislorod 32, o'rtachasi M o'rtachamiz 30,8. Demak, 32 dan 30,8 da ayirsak 1,2 bu azot ikki oksidning miqdori kelib chiqdi. 30,8 dan 30 da ayirsak 0,8 bu kislorodning miqdori kelib chiqdi. Umumiy yig'sak 2 mol. Bizda 1,5 mol bor. 1,5 mol qanchasi azot, ikki oksid va kislorodga tegishini topib chiqsak, proporsiya usuli. 1,5 ni 1,2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak 0,9 mol azot, ikki oksidga tegishli ekan. Demak, 1,5 dan 0,9 desam 0,6 moli kislorodga tegishli ekan. Xo'p, demak, azot, ikki oksid kislorod bilan reaksiyaga kirishib azot toroksid hosil qilinishi kerak edi. Mana bu yerda azot, ya'ni ikki oksid bo'lib qolgan. Mana shu azot toroksid bo'lishi kerak edi asli. Xo'p. Mana shu joyni to'g'rilab olasizlar o'zlaringiz. Keyin hop, demak, reaksiyaga kirishyapti. Qancha reaksiyaga kirishganini bilmayman. Shuning uchun 2x mana koeffitsiyentiga mos nisbatda 2x mol azot, ikki oksid va x mol kislorod reaksiyaga kirishib 2x azot toroksid hosil qilishi kerak. Keyin bo'ldi. Bundan keyingi aralashmadagi gazlarning miqdorlarini topib chiqsak, azot, ikki oksid 0,9 bor edi dastlab, 2x reaksiyaga kirishib ketdi. Shuning uchun 0,9 minus 2x. Kislorod 0,6 mol bor edi, x reaksiyaga kirishib ketdi mana bu yerda. 0,6 minus x. Bizda azot toroksid 2x hosil bo'ldi. Umumiy gazlar miqdorini yig'ib chiqsak 1,5 minus x. Hop, massasiga o'tsak mana shu yerda. Azot, ikki oksid massasi 30, 30 0,9 ga ko'paytirsak 27 minus 2x dagisini topsak 30 da 2x ko'paytirsak 60x. 27 minus 60x. Hop, kislorodnikini topsak 32 ni 0,6 ga ko'paytirsak 19,2 minus x mol bo'lgani uchun 32 ga ko'paytirsak 32x. Azot toroksidniki 2x, 46 massasi 2x ga ko'paytirsak 92x. Xo'p, mana bu yerda endi buni yig'ib chiqsak, massasini umumiy yig'ib chiqsak minus 60x minus ayrilgan 32x yig'sak minus 92x. Mana bu yerda plus 92x o'zi bor. Bu bir-birini yeyishib ketib 0 bo'lib qoladi. 27 ga 19,2 ni qo'ysak 46 kelib chiqadi. Demak, massamiz 46 ga teng ekan. Xo'p, demak, keyin biz M o'rtacha 2 ni topamiz. Mana bu yerda karbonangidga nisbatan zichlik berilgan. 0,875 ko'paygan 44 bo'lsak 38,5 gram taqsim mol. M o'rtacha ikkinchi M o'rtachamiz kelib chiqdi. 46 ni 1,5 minus x ga bo'lsak, ya'ni mana massani miqdoriga bo'lsak M o'rtacha kelib chiqishi kerak edi. Bizga M o'rtacha berilgan. 46 ni 1,5 minus x ga bo'lsak 38,5 ga teng. Demak, 46 teng 38,5 ni 1,5 ga ko'paytirsak 57,75 minus x ga ko'paytirsak 38,5x. 57,75 dan 46 ni ayirib tashlasak
38,5 x teng 11,55. X'imiz 0,3. Mol kelib chiqdi. Demak, bizda so'ragan shu aralashmadagi azot to'roksining hajmi o'lishini toping. Mol ulushi hajmi o'lishiga teng. Shuning uchun mol ulushini topamiz, hajmi o'lishiga teng bo'ladi o'sha narsa. Azot toroksid 2x edi. Bizda x'imiz 0,3 chiqdi. O'rniga qo'ysak 2 ko'paygan 0,3 0,6 mol azot toroksid. Umumiy miqdorni, modda miqdorini topsak, aralashmada umumiysi qancha edi? 1,5 minus x. X'imiz 0,3 edi-ku. 1,5 dan 0,3 ta ayirib 1,2 mol umumiy miqdori. Xo'p, foizni topsak, mol foizini topsak, 0,6 ni 1,5 ga 1,2 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 50%. Demak, hajmiy ulushi, ya'ni mol ulushi 50%, demak hajmiy ulushi ham 50%. Mol ulushi bilan hajmiy ulush bir-biriga teng. Demak, to'g'ri javobimiz B javob.